agar jadid namoyandalari o'tgan asrning boshlarida millatni, mamlakatni, xalqni ozodlikka da'vat qilib, afsuski erisha olmagan bo'lsa, chunki davr kuchlilik qildi. Cho'lpon iborasi bilan aytganda hasdek oqishga majbur bo'lishdi. Shavkat Rahmonlar avlodi o'tgan asrning 80-yillaridan adabiyotni men deb chiqqan katta avlodi istiqlolni shunday chorladiki, albatta xalq ham o'sha cho'lponlar, fitratlar davridagi xalq emas edi. Tubanlashuvni, zulmni eng oxirgi nuqtasiga tushgan xalq endi boshqa u yog'iga ketishi mumkin emas edi va mana shu xalqni nima qilmoq kerak istiqlol uchun? Qanday uyg'onmoq kerak, qanday uyg'otmoq kerak degan masalani Shavkat Rahmon avlodi qo'ydi va Xudoga ming qatla shukr, asrlik armon reallashdi. Biz milliy istiqlolga erishdik. Ana shu ma'noda men Shavkat Rahmon deganda va uni avlodi deganda ko'z oldimda birinchi navbatda istiqlol tushunchasi, ozodlik tushunchasi, erk tushunchasi, adolat tushunchasi, millat va xalq degan tushunchalar keladi. Shoirlik kimlarning qo'lidan kelmaydi. She'r yozishga iqtidori bor, nazm bitishga quvvati bor insonlar balki ko'pdir. Lekin she'rni millatni uyg'otuvchi qurolga aylantira olish, she'r orqali xalqning ko'nglini, nafaqat ongini, qalbini ham uyg'ota oladigan quvvatga ega bo'lish oson ish emas. Shavkat Rahmon meni nazarimda mana shunday benazir ekanligi, betimsol ekanligi shunisi bilan ifodalanadi. Va Shavkat Rahmon nafaqat shoir, ijodkor sifatida, balki inson sifatida ham siz bilan menga, bugungi avlodga, bugungi ijodkorga, umuman bugungi zamondoshga juda katta namuna. Qaniydi Shavkat Rahmon orzu qilgan avlod bo'lsak, qaniydi Shavkat Rahmon o'zini qalb qoni bilan o'stirishga harakat qilgan shajar bo'lsak, agar shu armonlar ushalsa, ishonaman millat ham, mamlakat ham albatta gullab yashnaydi.